Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, Moskva Toshkent yo'nalishi bo'ylab. Resivi avtobusimiz mana Pasatkasi tugadi, mana ko'rsatib o'ting. Avtovokzaldamiz, Perdondamiz. Bu avtobusimiz Primoy avtovokzaldan avtovokzalga boradigan avtobuslar davlat tomonidan qo'yilgan UzAvtotrans. Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Mana o'tiribsiz, bilet oldingiz. Nech pulga oldingiz bilet? 7000 ga biletni oldik. Sharoit zo'r, issiq, avtobus ichi 2,5 kunda yetkazib boradi, xudo xohlasa. Davlat tomonidan Ha, qo'yilgan shunday. UzAvtotrans O'zbekiston nomerdamikan tog'a? O'zbekiston nomerda. Bo'ldi. Tog'a, sizdan nima deysiz? Hammasi uchun rahmat. Yaxshimi aka? Yaxshi. Aldov bo'lmadimi? Yo'q, aldov. Mana akalarimiz bekinib nima deysiz aka? Men nima deyman aka? Yo, sharoitlari mana aldov. Sharoit yaxshi, yo'q, biz ham 7000 dan bilet oldik. Aha. Shu nasib bo'lsa O'zbekistonga 2,5 kunda kirib 2,5 kunga kirib boramiz deb endi shopir O'zbekmikan akalar. shopirlar ham. Ha, o'zbek akalar shu o'zbek. O'zbekiston nomerdamikan? O'zbekiston nomeriga. Ko'rib ishlanmadingizmi birinchi? Yo, Yo'q, men birinchi marta ketyapman aka. Avtobusga birinchi marta keldingizmi mana ko'rib? Ha, ballada eshitdim, o'zimizni qarindoshlar aytdi, birinchi marta ketishim, oldin samolyotga ketganman. Birinchi marta hozir avtobusga mindim men. O'zbekiston nomerda ekan. O'zbekiston necha yil oldin qaytishga o'z Rossiyaga kelishimga oluvdim, bilet emas. Qozog'istondan olib kelib, ayollar shishib, вообще. Bo'lmaydi, bu O'zbekistonniki mana inshaalloh chiroyli qilib yetkazib qo'yadi aka. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz mana? Avtobus ishonchliimikan mana? Ishonchli, O'tirish yaxshi. qulayliklar qalay? Qulay, sharoitlar zo'r. Ishonib kelsa bo'ladimi aka? Ishonib kelaveringni, hammasi zo'r. Ko'p yurganmiz bu avtobusda. Bizni Namangandan ham olib kelishgan. Shuning uchun har safar mana shuni telefon qilib kelamiz. Aka-ukalar, rahmat katta. Avtobusimiz avtovokzaldan avtovokzalgacha boradi, chunki bu Primoy Resivi avtobus hisoblanadi. Talon adashib qolmanglar, sog' bo'linglar.